Assalomu alaykum hamyurtlar. Bu hojatxona dorisi. Mana shu paketdagi 4 kilo. Bu nima deb ko'pchilik so'radi, nomi nima? Mana bu kaustik. Mana bu SLS. Mana bu LCT mana. Bunisi SLS. Bunisi kaustik soda. Shularni aralashtirib tayyorlaymiz mana shuni. 4 kilo. 4 kiloligini sababi 4 kilosi 1 kubba axlatni yo'qotadi. Endi buni 4 kiloni mana bu 15 litr sovuq suvda eritsak 1 minutga borib bormay eriydi, suv qiziydi isib. Isiganda o'sha rastvorni hojatxonaga qo'yib yuborsangiz bo'ldi. Bu videodan maqsad nima deganlarga buni biz sotamiz. 4 kilosi 100 ming so'm, o'sha 4 kilosi 1 kubba axlatni eritib yo'qotadi. Bugun tashalsa, misol ertaga birinchi hid yo'qoladi. Keyin shu bir hafta 8 uzoq 10 kunga borib bormay shu 1 kubba axlat suvga aylanib bo'ladi. Suv yerga shimilib ketadi. Qachonki hojatxonaning tag qismi, yamini beton bo'lmagan bo'lsa, o'sha yerdan yerga shimilib ketadi. 1 kubbaga 4 kilo. Hozir men buni paqiriga to'kaman, eritaman aralashtirib. Qo'lda sarf qiyinroq. To'kamiz. Suvga 4 kilo. Hidi bor. Suvga size hidi chiqadi. Hop, bo'shatdik. Endi bitta kalta bilan 1 minutdan emas, taxminan 1 minut deylik. Aralashtirsak erib ketadi. Eriganda keyin mana bu suv qiziydi. Suvingiz kam bo'lsa qaynab ham ketadi. O'shanga 15 litr sovuq suv deganim o'shanda isiydi, qiziydi-yu, qaynamaydi. Mana erib bo'ldi. Tagida hech nima qolmadi. Mana shu rastvorni endi hojatxonaga qo'yib yuborsak bo'lgani shu. Hidi chiqadi, iloji bo'lsa mana eritayotgandim. Maska taqib olsangiz. Sal diskomfort bo'lmaydi.